sizlar bilan Lord Minecraft. Bugun biz Kung Fu Panda'ni o'ynab ko'ramiz va qo'ldan kelgancha Tai Lung, Lord Cheng va Kai va yangi chiqqan bu qolama personajlarni yengishga harakat qilamiz. Sizlarga bu mod kerak bo'lib qolsa, uni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol o'tib o'ynashingiz mumkin. Keyin hozir biz o'yinni boshlaymiz. O'rganish kerak. Ana mana shuni bossak, tak bitta yangi o'yin boshlaymiz. Menimcha bitta mashq maydonchasi bo'lsa kerak. Bularni uncha tanimadim. Mana biza. Tipa biz dumaloq olsak bor. Tak. Kim bu? Bunu tanımadım lekin uncha. Mayli. Endi biz любой qanaqa shaharga boryapmiz menimcha. Ko'raylik. Stop. Biz qayerga keldik? Dreamworks. Shunaqa boshlanadi. Birinchi qismda. Tuxcrew deydi. Kung Fu Panda Dreamworks kompaniyasidan. Mana shu Nefrit saroyi. Ko'ramiz endi. Bular esa yengilmas 5lik. Yo'lbars turna ilon maymun, keyin 5 deb biratar edi. Bu lider Po ekan. Sen Po bo'ladi, to'g'ri. Bu mashqxonasi ekan, master training deyapti. Kuchlilar mashq qilishadi-ku, o'sha yengilmas 5likka mashq qilishgan. Multfilmda bor. Mana versiyalarni ichi va anetda bu kim bu? Sashifumi? Sashifu ekan. Master Shifu, ya'ni bu ingliz tilida Sashifu degan. Keyin bo'l o'yinni boshlaylik desiz. Match tugadi animatsiyalari. Kung Fu Pandani olam ekan. O'zi password deb kelyapti. Bu kim bo'ldi? Menga o'xshagan panda ekan. Dumaloq o'xshatman. Buni tushunmadim lekin hozir ustoz Shifuni oldiga borib ko'ramiz. 2 marta bo'lsak, yaxshi sakraydi ekan. Ustoz Shifu gaplashyapti. Sen yangi o'quvchim bo'lsang kerak. Men seni istayman. Tashonaga tupur dedi bizga. Biza takminda xarita bor ekan. Tipa sir o'tganman. Mana ko'k nima? Tipa zo'rmi deyman-da bu joyda. Tekshirib ko'ramiz bolalar asosida. Dumaloq o'xshayman. Shu yerda. Yaxshigina. Bu yo'lbars, so'z yo'lbars. Bilet. Qayeraman endi men. Bu yerdan chiqib to'g'ri. Adashmasam mana shu tomonlarga borishimiz kerak. Pastda nima bor? Pastda shahar joylashgan. O'ylamayman. Jon ketmar ekan. Tipa biz ustozlarga o'xshab chiqamiz. Kung Fu Panda ham shuni tushariyo. Adashmasam. Tai Lung, nima Tai Lung bilan eski. Tai Lung bilan hozir o'ynasak bo'lar ekan hozir. Davayda bitta Tai Lung bilan o'ynab ko'rak. Menimcha animatsiya bilan boshlanadi. Men Kung Fu Panda qarshi Tai Lung. Ko'ramiz Tai Lung qanaqa ko'rinadi ekan. Mana yo'l bor. Tai Lung. Jujang. Tak berke.
Yo bana. Ishlashgan qo'yapti-ku, bu yoqqa. Ha. Ay, yaxshi olishar, tayinlagan yaxshi olishadi. Mana bitta tepib turar. Men esa mushlab o'ldiraman men. Iflos. Mana Zarban qaydash. Soch ifradasi mana shuni qiynagandi. Qo'lga olib, odam nima tezlik qo'shimga. Tezlik qo'yaman. Jar qiynamada urushimiz imkoniyati berib. Charchab qo'ygan payt sol tashlash kerak basharasiga. Nima o'ldimi? Ha, endi boshqa animatsiya. Ha, bu. Biz uchirardi. Uchirardi filmda ham. Uxladik, xayr uxladik. Yeri uxladik. Biz personajlar sırası turdi. Yana jang. Mana. Yo, mayli. Ana nima? Ay, floss. Bu yoqqa. Biz buni qo'lga qo'yamiz tayyorga. Men unchalik ham umidni qiynagandi. Pandani. Bilsanglar kerak. Lekin bu o'yinda unchalik meni qiynamayapti lekin. Hatto kam bron ola olmayapti. Faqat 300 o'rayapti-da shu iflos. Qani? Yo, bana. Yo, yo'qoldi iflos. Tipa mana uni oldik-ku. Bu nima endi? Tipa tavodan foydalanadi-ku. İkita canımız var. İkita canımız. Flas yo'qol. O tayang nima? O'ldirib qo'ydik men. Shu bilan tamommi? Tak. O bizim hiç tayang yengdi-ku. Biding qo'ram. Skiddish. Sıra tayinli nittiga tipi. Tayinli yutqaz deb chiqib keldi. Nima bo'ldi, yutdim. Nima yana o'ynasam bo'ladi? Tipi yani tayinli o'ynasam bo'lar ekan. Bu kim bo'ldi? Bilmadim. Katta bular shu mashq qilsa bo'lar ekan. Boshqaman ketsak bo'ladimi? Da. Endi nima endi bu Men City, tipa toz bilan olishamiz. Ufanda ikinchi qismida qatnashgan bu yoz. Gongmen shahri. Ayta borib ko'ramiz endi. Sraz ikkitasini ma'lum qilib qo'ysam, shu videoda. Evet, ikkita bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Darman like qilib bersanglar. Aytib o'tgandek, bu mod Telegram kanalida bor. Endi qayerda? Strelkadan, da. Hani bu arada shaharda izg'ib yurardi-ku biz topishni. Bu dar qanaqa joy bilmam. Mana joy. Bitta ko'k yonib turibdi. Tipa oshib ketibmiz. Okey. Büyütme oldu yani. Bilmem qanaqa o'yinni boshladim. Yaşlı dolardı shunaqa. Qochish kerak a menimcha. Qachon bilmayman. Bilet. Canlı aşağı mı ki? Davay qochamiz. Ursa bo'ladimi? Tipa yeb qo'ysak bo'lar, yeb qo'ysak. Tak ikkita. Ko'rmayapti ekan bundan qopdan bari. Tipa tozalaymizmi bo'rlarni? Tak tipa tozalar ekanmiz. Unutmayman ki ko'tini chiqarib yuboradi. Ro'zg'or chiqaradigan bo'lsa kerak, lekin bo'rlar bizni urmayapti, faqat qochyapti. Bilay. Qochyapti ekan.
4-chi bo'rini edik. Ha, iflos. Ha, mana ekan. Chimeylar senlara. 6 ta bo'ri, endi nima qilaman endi? Tipa tezkorlik deyman-da, bo'ldi. Qarabdan bo'ri qolmadi ekan. Ha, mana yerda ekan bitta. Yedik, bo'ldi tugan. Ana bo'ri bor ekan. Yana bo'rilar. Tugash 30 soniya qoldi edi bu ya. Nima olib tugamayapti? Ha, tipa tuga 9 ta bo'rini yerish usbet. Ha, tipa chiqsa ham bo'ladi. Jang zo'r, qisqarli. Endi men tipa to's bilan oshmoqchiman. İki marta bassak tepeye uçarken. Evet abi var koyarız. Yazma mı? Bakalım 40 koyarız mı diyeyim ben. Menimce bu fakat ben şu buyurlar mağazası gerekiyor bitti. Tipe buyurlar mağazası diye Allah geçirtirdi. Bakalım. Daha tipe hemen. Bu buyurlar da to'xtatishimiz kerak ekan. Buyurlar mağazası arkamiz. Davayte. Buyurlar mağazası keng qismda menimcha kerak. Buyurlar. Tutorial bize kerak emas. O'rgatish. Davay. Bu nima endi? A tipa vosh kelgan. Qani? Qani böyle? Aha, bu yoqqa kel. Bittasi ketdi, davay. Bilasizlarmi? Otyapti bizga. Davay. Ye. Kim men olishmoqchimisan, yoshlik qilsana. Ketyapsan. Bitta otsa bo'ldi ekan. Bitta boltalar hal qiladi. Ye. Ha, tipa manalar temir yig'adi. Birinchi uchun boshlangan temir yig'adi. Tipa ular kuchli qurolga temir yig'yapti ekan. O'xshash. Aha, mana bittasi ketdi, ikkinchisi ham ketdi. Ye, iplos. Abla mana gidib qoldi. To'xta! Metal o'g'irlayapti. Ye, vallahi ki bir. Bitta bolta yo'q bor. Ha, tezda olish kerak. Davay, ansir. Mana bu o'tchalik. Temir yig'ib. Hop. Shu kamancha yo'q qilsa bo'lmasmikan? Ye, temir qotmaydi. Ye. Ye, iflos qama qo'ydi. Bu bo'rilar bo'storim. Tipa fandan men o'zim yaplayman deganda chiqib qo'yadi, tushundingmi? Tipa tugadi. Ha, tugadimi yoki yana bor? Ha, tugadi. Video hozirning ikkinchi qismini chiqaraman va обязательно lorching olishga harakat qilaman. Shu joyda tugaydi. Hamma ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.